Dadasi olib kelmadingizmi? Yo'q, bermadilar. Nima deyishdi? Nima bo'lganini aytib beraymi? Men ularga aytdim. Sohib, kunlar issiq, bizga bir donagina sovutgich kerak. Ishoning pulim bo'ladi, lekin hozircha yo'q, dedim. Keyin-chi? Hey, yalanga yo'q. Turishingni qara. Tayinli ish joying ham yo'q ekan. Bor yo'qal ko'zim ko'rmasin seni, dedi. Bormadingizmi ishonchga? Ishonch? Ha. Haqiqatdan ham. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum akajon, biz muddatli to'lovga bir ikkita narsa olmoqchi edik. Lekin tayinli ish joyimiz yo'q. Xotiraman, karta raqamingiz bormi? Bor. Pul tushib turadi, aylanma bo'ladimi? Ha, doim. Ha, bo'lmasa bitta pasport, karta raqamingizdagi aylanmani tashlab bersangiz ham yetadi. Ha, bo'ldi, olib ketaveraman, ha? Bemalol. Rahmat.